sochingizni har doim yoyib yurishdan charchadingizmi? Bizda buning yechimi bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Ko'pchilik menga murojaat qilib keladigan bemorlar quloqlarining shalpangquloqligi sabab maktab davridan buyon jamiyat orasida kulguga sabab bo'lishi va sochlarini yig'ib yura olmasliklaridan shikoyat qilib kelishadi. Men doktor Sardor Jo'rayev 6 yillik tajribaga ega plastik jarroh buni yechimini operativ usulda o'tkazishni taklif beraman. Otoplastika amaliyoti shalpangquloqni bartaraf etishga qaratilgan amaliyot. Jarayon umuman og'riqsiz va amaliyotdan so'ng siz bir umrlik natijaga ega bo'lishingizni kafolatlaymiz. Bu amaliyotimizda afzallik tomoni ko'pchilik kosmetologlarga borib quloqlarini iplar yordamida tortirishga harakat qilishadi, lekin quloqlarimiz tog'ay qismidan iborat bo'lgani sababli iplar tez orada bo'shashib uzilib ketadi va quloqlaringiz oldingi holatiga qaytib, yana shalpangquloq holatiga kelib qoladi. Va undan tashqari sizda qo'pol chandiqlar yuzaga keladi va bu qayta operatsiya qilish jarayonida sizda og'riq hissiyotini kuchli bo'lishiga olib keladi. Hamda otoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol qabulimizga murojaat qilsangiz